Yaqin olib kel. Yoqda o'tmaylar, chorva boqqanda mana 3-martasi ham hali temir chiqyapti. Hali necha vaqt yutqizamiz bilmadim. Ko'rib turgan mollaringiz ichida metal jism yutgan. Uje katta qorinni tubidan oldinga qarab, to'r qoringa qarab siljigan. Hozir bunga magnitli zond yutib olishga harakat qilamiz. Agar magnitli zondda chiqmasa agar egasi bilan kelishgan holda buni operatsiya qilib ichidagi jismni olib tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mix chiqdi ichidan. Mix. Mana mix. 70 li mix yutgan. Mana o'sha mayda chuydalar ham chiqdi ichidan. Shilaglar, temir. Metalxona ekanda. Doktor, bu qanday holatlarda bo'ladi bu narsalar? Bu beparvolikdan bo'ladi asosan mana e'tiborsizlik, ozuqasini tekshirilmaganligidan mana mayda shilaglar mana. Hozir buni boshqatdan yana detektor bilan tekshirib, ichida qolgan qolmaganini bir tekshiramiz. Ichidagi yot jismni olib tashlagandan keyin yana bir qayta tekshiramiz. Boya mana shu yerda tingillab mana metal borligini bildirayotgandi. Xudo xolasa sigirni ichi top-toza. Yana bor ekan aytdi. Mana hozir tortgandan keyin yana borligi aniqlandi. Ikkinchisiga yutqizdik mana. Yana mayda strushkalar mana. Mana. Yana sindi bo'lagi. Mayda. Mana sigirga zond yutqizgandan keyin tortdik, chiqdi temiri. Detektor bilan tekshirdik, yana bor edi, yana chiqdi. 3-marta yutqizganda ham suvni qo'ying. Ama aka bunga yem berasizmi yo novi temirxonadan temirni atxotlarni olib kelib boqasizmi? Buni qarang. Hozir ko'rsataman. Mana Samares. Mana bitta kilonka qoqqaningizni ham qarashganmiz sizga oyna qoqishga. Endi kilonka qoqadi oynaga. Mana kilonka. Men kilonka. Mana mayda mix mana. Yo'q, qoqmaganman. Qoqqan bo'lsam aytardim, men qoqqanman. Yo'q-da, qarang, yo'q. Yoqda o'tmaylar, chorva boqqanda mana 3-martasi ham hali temir chiqyapti. Hali necha vaqt yutqizamiz bilmadim. Mana shu sigirga 3-marta yutqizib, 3-chisida ham Samares bilan mayda mixlarni oldik. 4-sigini tekshiramiz. O'sha boy yurak oblastida timmi tittilayotgandi mana. Xudo xolasa sigirning ichi toza. Begona jismni olib tashalgandan so'ng mol ancha qiynaldi. Immunitetni ko'tarish hamda yana dal shu oldiga yaxshi mol xizmat qilish uchun, sog'lomligini ta'minlash uchun Dastimdan 10 ml qo'ysak agar boqayotgan chorvangizni erta nobud bo'lmasligi uchun berayotgan ozuqangizga yaxshilab e'tibor berishingizni tavsiya qilaman. Qancha yaxshi parvarish qilib, yaxshi nazorat qilsangiz, hayvoningiz sizga ancha ko'p xizmat qiladi.